Bir kuni onamni qattiq xafa qilib qo'ydim. Onam meni ko'p urishib o'tirmasdan, "Hali dadang kelsin, eshitadiganingni eshitasan" dedilar. Bolalikda onasidan ko'p dakka eshitganlar yaxshi bilishadiki, bunday gapni eshitgandan keyin kechgacha ko'nglingiz bezovta bo'lib yuradi. Hatto xavotiringiz kuchliligidan dadangiz uzoq safarga ketgan bo'lishini yoki aybingiz onangizning esidan chiqib ketgandan keyin kelishini xohlab qolasiz. Lekin o'sha kuni dadam har kungidan ham barvaqtroq ishdan qaytdilar. Go'yo meni jazolash uchun atayin ishdan ertaroq qaytgandek edi. Kechki ovqatdan so'ng onam dadamga jinoyatim haqida bayonot berdilar. So'zlarining oxirida "Yaxshilab gaplashib qo'ymasangiz bo'lmaydi" deya qo'shib qo'ydi. Endi menga jazo hukmi o'qilishi kerak edi. Dadam jiddiy ohangda meni oldiga chaqirdilar. Qo'rqibsa oldiga bordim. Nima jazo berar ekanlar deb tursam, qo'limdan tortib bag'rlariga bosdilar va yuzimdan o'pib qo'ydilar. Onam ham, men ham hayratdamiz. Keyin "Shu jazo senga yetadimi yoki yana jazolayman" deya ikkinchi yuzimdan ham o'pib qo'ydilar. Yuzimdan o'pish asnosida "Onangni xafa qilmagin-a" deya qulog'imga ham pichirlab qo'ydilar. Onam menga berilgan jazoni o'ta yengilliklarini aytib, norozi bo'ldilar. Dadam esa "U hali yosh. Yotig'i bilan gapirsang tushunadi" dedi. Yaxshigina gap eshitsam